Assalomu alaykum hammaga. Mana bugundan boshlab, Xudo xohlasa sizlar bilan SQL dasturlash tilini amaliy jihatlarini ko'rib chiqamiz. Bu dasturlash tilini o'zim ham o'rganyapman. Birgalikda sizlar bilan o'rganish niyatim bor. O'shaning uchun imkon qadar mukammalroq o'rgatishga harakat qilaman. Kamchiliklar bo'lsa, birgalikda hal qilishga harakat qilamiz. Demak, avvalo tanishib olamiz. SQL nima o'zi? SQL nega biz o'rganishimiz kerak? Bizga kerakmi degan savollar bo'ladi. Bu yerda nazariy qisqacha ko'rib chiqamiz va darsimiz ikkinchi qismida kerakli dasturlarni o'rnatib, dastur bilan ham tanishib, birinchi kodimizni yozib ko'ramiz. Demak, SQL bu ma'lumotlar bazasi bilan ishlashimiz uchun ishlatiladigan dasturlash tili. U yordamida katta ma'lumotlar bilan ishlashimiz mumkin. Qo'shish, ayirish, o'chirish, shunga o'xshash ma'lumotlar bo'ladi. Nega SQL ni o'rganishimiz kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Sizda SQL O'zimda ham boshida shunday savol bor edi. Nega men SQL ni o'rganishim kerak? Excel'ni bilsam, Excel'ni ichidagi Power Pivot yoki Power Query larni bilsam yetmaydimi desam, menga shunday tushuntirishdiki, SQL juda ham katta ma'lumotlar bazasi bilan ishlash uchun kerak bo'ladi. Va SQLga talab, mana bu rasmda ko'rishingiz mumkin, juda ham ko'p. Shunchaki Headhunter'da izlasam, SQLni o'zidan 335 ta Toshkent shahrida vakansiya topildi. To'g'ri, bu yerda talablari kuchlilari ham bor ichida, tajribali, tajribasiz degan, lekin bu baribir kimgadir kerak bo'lishi kerak. Keyin buni ko'p jihatlari bor. Masalan, SQLda data analitiklar, data science'lar o'rganishi mumkin, sun'iy intellektchilar o'rganishi mumkin, business intelligence bo'yicha o'rganishlari mumkin. Bu haqida hali to'liqroq keyinroq tushuncha beraman. O'zi sizga shunday agar ikkilanayotgan bo'lsangiz, nega men SQLni o'rganishim kerak, shuncha vaqtimni o'tkazib deydigan bo'lsangiz, bitta yaxshi tavsiya, istalgan bironta chatbotni toping, ChatGPTmi, Gemini'mi, Claude'mi. Unga kirib, o'zingizni sohangizni ayting. Masalan, ayting, men buxgalterman, menga SQL kerakmi? SQL kerak bo'lsa, nima qila olaman? Ya'ni SQLni o'rgansam, qanaqa buxgalter bo'laman? Yoki siz dasturchi emas, umuman boshqa soha vakili bo'ling, mexanik bo'ling yoki boshqa. ChatGPT bilan yoki boshqa sun'iy intellekt bilan siz bilib olishingiz mumkin, SQL sizga qanchalik kerak. Men o'zim data analitika bilan shug'ullanaman ishxonada, quyosh panellari bo'yicha ishlayman. Bizda juda ham katta ma'lumotlar bor. Excel bilan hozir uni har xil holatga solyapmiz, lekin kelajakda qandaydir kattaroq ma'lumotlar bilan ishlash uchun SQL kerak ekan. Shu uchun men mana shu kursga borib SQL ni o'rganyapman. Shu sababli siz ham avvalo ko'rib chiqing, SQL kerakmi sizga yoki kasbingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, balki mana bu vakansiyalardan bittasi sizga to'g'ri kelib qolishi uchun ham SQL ni o'rganish kerakdir. Hozircha men aytadigan xulosam, juda ham qiyin narsa emas SQL. Injiq joyi yo'q, hali darslar davomida ham ko'rasiz. Qiyin emas deyishim mumkin. O'shaning uchun o'zingizga bir xulosa qilib oling. Agar SQL ni o'rganaman desangiz, o'sha biz sekin bilan kirishni boshlaymiz. Databaza nima deb. Databaza bu ma'lumotlarni tartibli saqlangan joyi. O'zbekchasiga ma'lumotlar bazasi deyishimiz mumkin. Ma'lumotlar ombori, farqi yo'q. Unga oddiy misollar beradigan bo'lsak, aytaylik, bironta supermarketni ma'lumotlarini bitta databaza deymiz. Aytaylik, bizda do'konimiz bor. Oziq-ovqat do'konimiz bor. Aytaylik, Valijon Market degan do'konimiz bor. Valijon Marketni o'zi bizda databaza bo'ladi. Uning ichida sotuvchilar bo'yicha ma'lumot, xaridlar bo'yicha ma'lumot, tovarlar bo'yicha ma'lumot, har xillari databazani tashkil etgan turli xildagi, aytaylik, jadvallar bo'lishi mumkin. Chunki biz hozir databazani ichida jadvallar bilan ishlaymiz. Shu uchun databaza shu umumiy bitta sohaga tegishli bo'lgan ma'lumotlar manbai deyishimiz mumkin. Biz qiladigan ishlarimiz databazada ma'lumotlarni saqlaymiz, izlaymiz, turli xil holatlarga keltiramiz, filtrlar qilamiz, shunaqa amaliyotlarni birgalikda o'rganamiz. Endi SQL ni buyruqlari va ularning guruhlari bor. Bu bo'yicha shunchaki yuzaki tanishtirib o'taman. Buni keyinchalik amaliyotda kodlar yordamida o'rganib va oxirida aytganimdan keyin o'zingiz Xudo xohlasa bilmay qolasiz shuncha narsa o'rganganingizni. Demak, SQL buyruqlari bu SQL dasturlash tilida biz o'z fikrimizni, ya'ni buyruqlarimizni yetkazib berishimiz uchun xizmat qiluvchi buyruqlar. Bularni hammasi ingliz tilida bo'ladi. Mana ko'rib chiqishingiz mumkin. Bular bilan hali bir chekkadan tanishib chiqamiz. Masalan, bugun create buyrug'ini foydalanib bitta databaza yaratamiz, dasturni o'rnatganimizdan so'ng. Va bir qancha turlari bor. O'shalarni ko'rib chiqamiz. Hozircha shunchaki tanishuv uchun bu juda ham qiziq narsa emas. Keyin bizga kerakli dasturlar bor. Biz nima dasturish asosida SQL ni o'rganamiz. SQL ni men o'zim
Python full stack kursini boshlang'ichini o'qiganimda Postgres orqali o'rgatishgandi. MySQL haqida eshitgan bo'lishingiz mumkin, Oracle haqida eshitgan bo'lishingiz mumkin. Biz lekin Microsoft SQL Server bilan ishlashni o'rganamiz. Nega bu deydigan bo'lsangiz, buni istalgan sun'iy intellektdan ham so'rasak bo'ladi, lekin men ustozlarimni so'raganimda bu umumiyroq, ya'ni biz keyinchalik Power BI bilan ma'lumotlarimizni birlashtiradigan bo'lsak, Power BI'ni chiqargan, ishlab chiqaruvchi ham Microsoft, SQL Serverni ishlab chiqargan ham Microsoft. Ya'ni bu ham ommabop, ham o'zaro bir-biriga tushib ketish uchun ham mana shu SQLni serverlisini ishlatilishini aytishgandi. Endi hozir biz mana shu nazariyamiz tugagandan so'ng ikkita dasturni o'rnatamiz. Birinchisi SQL Server bo'ladi. Bu bizni kodlarimiz ishlaydigan, bizga ko'rinmaydigan jihati bo'lsa, uni biz foydalanib, interfeys orqali foydalanishimiz uchun SQL Server Management Studio degan dastur bor. O'shani o'rnatamiz. Mana shu orqali biz kodlarimizni yozamiz. Demak, nazariya bilan tanishib chiqdik. Agar sizda qandaydir savollar bo'lsa, bemalol izohda yozib qoldiring. Endi biz kerakli dasturlarni o'rnatishga o'tamiz. Taqdimotimizda aytganimizdek, biz ikkita dasturni o'rnatamiz. Birinchisi SQL Server Express dasturini o'rnatamiz. Mana shunday poyezd bersangiz chiqadi. Endi siz videoni qaysi payt ko'rishingizga bog'liq, balki 23-24-yil bo'lar, lekin bizga mana shuni o'zi ham yetadi. Ingliz tilida turaversin, downloadni bosamiz. Kichkinagina fayl yuklanadi. Uni bossak, internet bo'lishi kerak, juda ham katta fayl yuklanadi. Taxminan 300 stories bo'lishi kerak. Bazovini tanlaymiz. Birinchi bosamiz va uстановить. Mana bizdan 283 megabayt o'rnataman deyapti. Mana bizda o'rnatib bo'lindi. Hozir agar bu tugmani bosadigan bo'lsak ham, bizga kerakli dastur o'rnatiladi, lekin u yangi versiya noqulay bo'lgani uchun biz shunchaki yopamiz, dani bosamiz. Bizga endi kerak bo'ladi SSMS deb ataladi, ya'ni SQL Server Management Studio. Biz aytdik, mana bu SQL serverda biz kodlarimizni fonda bajarilsa, uni yuzada yaxshi ko'rinishi uchun mana shunaqa dastur o'rnatishimiz kerak. Biz 19.3 versiyasini ishlatamiz, chunki men o'zim shu versiyada o'rganyapman. Sizlarga ham shu versiyada o'rgatish oson bo'ladi deb o'ylayman. Buni men qanday topdim? Mana shu yozuvni poyezd berdim Googledan. U menga sahifa chiqadi. Mana Release Notes degan joyga kiraman. Va mana bu yerda downloadni bossam, menda mana bunday 700 megabaytga yaqin fayl yuklandi. Mana shuni o'rnatib olasiz. Demak, bu yerda hech narsaga teginmaymiz, install qilamiz. Dastur to'liq o'rnatib bo'lindi deyapti. Endi uni tekshirib ko'ramiz. Buning uchun pusuk tugmasini bosib ssms deb yozamiz. Mana bu dastur keladi. Xohlasangiz buni mana bu joydan panel zadachaga mahkamlab qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz har safar kerak payti mana shu yerdan ssms deb chaqirishingiz mumkin. Bu o'zingiz ixtiyoringiz. Dasturga kiramiz va shunchaki dastur bilan qisqacha tanishtiraman. Keyingi darsda funksiyalar yozishni ko'rib chiqamiz. Hozircha dastur bilan yuzaki tanishib olamiz. Demak, dasturga kiryapti. E'tibor bering. Database Engine'da turadi. Mana bu ikkita turibdi menda. Qaysi bazani ishlatasan dedi. Agar sizda bu chiqmasa, mana bu joydan browse for more qilib Database Engine'dan tanlaysiz birontasini. Hozir men birinchisini ishlatib ko'raman. Agar o'xshamasa, keyingisini ishlatib ko'raman. Sizda bitta chiqishi mumkin. Bu joyda masala yo'q. Agar qandaydir savol bo'lsa, video ostida izohda yozasiz, birgalikda muhokama qilamiz. Bu yerda bizda Windowsni ishlatamiz, chunki biz tashqi emas, ichki server bilan ishlaymiz. Alohida server, bazada aniq bilan ishlamaymiz, ichki servis. O'shaning uchun bu qoladi. Keyin connect tugmasini bosamiz. Bazaga ulandi. Endi e'tibor qiling, bu yerda nimalar bor? Bizda mana databaza bor. Juda ham chuqur kirishmaymiz, shunchaki tanishtirib o'taman. Databaza bor, ma'lumotlar bazasi. Mana shu turgan joyda biz new query tanlaymiz, ya'ni yangidan biz muloqot oynasini ochmoqchimiz. Xohlasangiz mishka bilan yaqinlashtirishingiz mumkin. Mana bu yerda ham bor. Biz birinchi qiladigan ishimiz create qilib databaza yaratib olamiz. Databaza, aytaylik, dars
1. Farqi yo'q, qanday xohlasangiz. Mana shuni belgilagan holatda execute yoki F5 tugmasini bosamiz va commands complete successfully deyapti. Endi mana bu joyimizda bizda dars1 degan databaza yaratildi. Buni bitta yangilasak ko'rinib qoladi. Endi biz qiladigan ishimiz mana shu databazani ichida tayyor tablitsalar bilan boshlaymiz. Keyingi darsimizdan boshlab o'sha tablitsalarda turli xil manipulyatsiyalar qilish, ma'lumotlarni chaqirish, ko'rsatish, filtrlash shunaqa narsalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rganadigan demak funksiyamiz bu create bo'ldi. Create haqida yana batafsil aytaman. E'tibor bering. Hozir men mana shu dars1 ichida ishlashim uchun create qildim, lekin dars1 ichida emasman. Qayerdan bildim? Mana bu yerda master degan databazada turibman. Bu narsani ikkita usul bilan dars1ga o'tkazishim mumkin. Birinchisi mana bunday o'tkazishim mumkin. Ikkinchisi, agar izlamayman desangiz use degan komanda bor. Dars1 deyman. Mana shuni o'zini execute qilaman. Men mana shu dars1 degan bazada ishlayman. Hozircha shu dasturni o'rnatib oldik, u bilan tanishib oldik. Keyingi darslarda bosqichma-bosqich kerak joylarni ko'rib chiqamiz.